Narxı 2,5 milyon so'm sotib turadi. Bu 1 milyon 500 ming so'm atib beraman. Zo'r chegim atib beraman, 4,5 milyon so'm atib beraman. Hozirgi kunda 3 milyon 800 ming so'm tushirib qo'ydik. 3,5 milyon so'm atib beramiz. 4 milyon so'm atib beramiz. 2 milyon 800 ming so'm atib beraman. 4,5 milyon shu. Shu narsalar do'konda turganlar, xalqning o'yinda turgani yaxshi ag'a. Zo'r chegim atib beraman. Narxini to'li bilan hammasi dastlabkasi, ustonkasi ichida 3,5 milyon so'm. Ammo 2 odam spalniyat bersan bo'lar. Keng mol bo'ladi bu. Sifat o'zi ko'ringanda o'zi bilinadi-da. Materiallar ham o'zidan boshqacha. Mol kengayadi o'xshaydi. Ha, bu narsalarni ham poni ustunchalar suriladi. 5,5 milyon so'm atib beramiz. Boshqacha ekan tovarni qara. 430 ga 230 300 garantiyalari bor. O'tirib ko'rsalar o'zi bu narsani maqtash hojat emas, o'zi kelsalar o'zi ko'radilar. Shundan bundan kallam masab qo'yaradilar. Ishida mebel yaqaddama. Tortmalar ham o'zi ponni bukmat pishganga. Buni ishlardan bukmat pishganga. Ham etajlarkasi 1, 2, 3 tanasi bor. Razmeri 3,5 bo'ladi. Bezib qo'yganda 3,5 bo'ladi. 4,5 metrdan qo'ysa bo'ladi. Videoga birdan like bosinglar. Biz yana Xorazm onlayn kanaldan ko'rdik deb kelinglar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, xonimlar va janoblar. Sizlar bilan bugungi video rolikimizda ko'rishib turganligimdan xursandmiz do'stlar. Hamda yuqori kayfiyat tilaymiz. Ayni daqiqalarda bizlar Urganch Roscenter bozoridagi asl mebellar saroyini yetib keldik. Bu yerda har xil turdagi mebelning turlaridan bor ekan uyingiz uchun. Bu yerimizga kelish uchun Roscenter bozorining orqa ko'chasi mo'ljal. Bunda dunyo maishiy texnikalar do'koni bor ekan. Shuni to'g'risida ekan. Assalomu alaykum, nechsiz, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz, qaroqchidan charchamasdan. Savdolar zo'r ketib turibmi? Xudo xolasa yaxshi o'tdi-da. Endi xudo xolasa yangi chegirmasini qo'yib beramiz. Oho, yangilar yaqinlashib keldi. Xalq xursand bo'ladigan darajada. Ha, shuning uchun narxdan olan xudo xolasa zo'r aytib, zo'r skidga baholarda aytib beramiz ag'a. Qarang, men qo'ldan kelincha do'konni manzilini tushuntirdim. Sizga yana bir aytib bering. Bu taraf Shavot yo'li, Roscenter bozorining aldi taraf Shavot yo'li-ku. Bu darvozadan to'g'ri yurib ketsa, shu orqa darvozasi ushina. Ko'nachlarning darvozasi deb aytiblar-da. Şöyle zapças satılış darvazı. Eldimizde belki 5 pence. Maishiy dünya texnikası deb qo'ygan doğrusu. Xudo xolasa narxdan bosh beramiz. Bo'ldi, endi asl narxlarni ko'ramizdan. Tamam. Asl mebellarni. Xudo xolasa bu yerdagi birinchi etajdagi narsalar Pony Premium qarshisidagi Tashkent versiya, hammasi 3 yil garantiyasi bo'ladi bu narsalarni. O'zi sizdan nereden keladi hamma mebellar? Bizda Tashkent, Andijon keladi. Har narsa Xudo xolasa zo'r chekilmada Tashkent bo'lsa, Andijon bo'lsa hammasini skidga bahoda aytib beramiz. Biz hozir birinchi, ikkinchi tarzdan boshlaymiz arzon narsalardan, keyin aslan pastga tushiramiz. Ha, arzondan boshda. Mesela ikkinchi etajga qarab ketdik do'stlarimiz, keyin pastdagi shu mebellarning narxlarini tanishtirib o'tamiz. Bizda aslanni penal komod, miyakki mebel, kuxonli uyg'oqlar bo'ladi. Unda to'y mebellarimiz yo'q lekin. Chester 430 ga 230 orijinal variantda bo'ladi. Düymalar ham o'ylab tikilgan. Orijinal variantda. Buni ko'p bilasiz, chiqarbursiz. 5,5-6 milyon so'm aytib turibdi. Hozirgi kunda buning narxiga zo'r chegim atib beraman, 4,5 milyon so'm atib beraman. 4,5 milyon 4,5 milyon so'm dastlabki ustonkasi ichida. Keyin Tracker modelimiz razmeri 420 ga Tracker 220 bo'ladi. 4 dona tummasi bo'ladi. Dastlabkasi ustonkasi ichida. Ustalar bo'lmaymi? Ustalar addinli bo'ladi. Addinli bo'ladi. Ustalar 300 ming so'mdan boshlanadi. 300 ming so'mdan ta 3 millioncha bor. Buni 5,5-6 milyon so'm sotib turardik. 5 milyon so'mdan ham sotdik. Hozirgi kunda 4,5 milyon so'm atib beramiz. Nechaga 420, 220, 4 dona tummasi bor. Keyin 12 odamlik bo'ladi bu. Ajoyib. Keyin buni ko'rsating. Oyoqlari yog'och bo'ladi. Sifatlari zo'r. Narxi razmeri 4 metr, 2,5 metr bo'ladi. Tovar ham boshqacha ekan buni. Hozirgi zamonaviy tovarlardan. Buni bahosi 8,5 sotilib turadi. Hozirgi kunda 6,5 milyon so'mga tushirdik. 6,5 milyon so'm, ha? 6,5 milyon so'm. Bu nelar ham boshqacha ekan buni. Tummalar ham boshqa, o'zi neobishli narsa. Neobishli. Bemalol beri ikkisini qo'shsa, 3 odam, 4 odam orqaga o'tasa bo'ladi ekanda. Sifatlari zo'r, garantiya bo'yashlar ag'a. Bular Toshkent bo'ladi, prosta pastda joy yetmagan deb chiqib ko'pmiz. Bular 3 yil garantiyasi ham bor. Keyin bu takala variantimizga kelsak, 430 ga 230, 4 dona tummasi bor. O'rtada ular Pampers prujin bo'ladi, sifatlari zo'r. Narxi 6 milyon so'm sotilib turadi ag'a. Mana hozirgi kunda 5 milyon so'm atib beramiz. 5 milyon so'm shumi? 5 milyon so'm 4 dona tummasi, dastlabkasi, ustonkasi ichida stollar addinli bo'ladi. Keyin 320, 220, 2 dona tummasi bo'ladi.
Otadırlar Pampers Prujin sifətləri zor. 6 dana podushkasi var takası. Narxam 4,5 milyon so'm satıb turadi. Hozirgi kunda 3 milyon 800 ming so'm tushirib qo'ydik. Bulara dastavka bo'ladi axirang? Hava dastavka qilib beraman. Hammasi shu yerda hammasini dastavka bo'ladi. Hammasi dastavka bo'ladi. Keyin 320 220 2 dana tummasi bor. Narxi 4,5 milyon so'm satib turadi. Hozirgi kunda 3,5 milyon so'm atib beramiz. 3,5 milyon so'm. Xudo xolasa kelaversinlar. Keyin bu variantimizni kelsak, bam 3 milyon 800 ming so'm kim rasvetkasi bo'ladi go'ytni, qarashni seveti, kimdir qarashni seveti asa, qarashni sevetan bor. Assortiment ko'p og'a skladda. Ranglar har xilsi bor, shunda. Bam 320 220 2 dana tummasi bor, 6 dana podushkasi bor. Yostiq takalar ham bor ekan. Keyin bu modelni ko'rsatib bering, buni ham zo'rcha yurmatib beramiz. Skidga bahada. Razmerlari 330 ga 230. Arkalar ham o'zini materialda ishlangan. Otadırlar Pampers Prujin sifatlari zo'r. Buni hammada ko'rib yursa, bilib yursa 6,5-6 milyon so'm sotilar edi bu narsa. Buni hozir zo'rcha yurmatib, narxini 4 milyon so'm atib beramiz. 4 milyon so'm. 4 milyon so'm. Sifatlari zo'r. Luboydan so'rab surishtirib kelaversinlar. Bu nerniki? Bular Andijonniki. 320 220 2 dana tummasi bor, oyoqlar ham qo'yilmagan. 8 odamlik bo'ladi. Narxini zo'r bahada atib beraman. 3,5 milyon so'm, 4 milyon so'm sotib turadi. Hozirgi kunda 2 milyon 800 ming so'm atib beraman. Kuxunni uyg'oq pulunda. 320 220 2 dana tummasi bor. 2 milyon 800 ming so'm. Puli zo'r ekan. Keyin 4 kattagina ekan hisobi. 430 ga 230. 430 yang. 4 dana tummasi bor. Otadoni Pampers Prujin bo'ladi, sifati zo'r, Euro model bo'ladi bu. Budan boshqacha ekan. O'tirma, azzat. Plan 6 milyon so'm, 5,5 milyon so'm satganmiz vaqtida. Hozirgi kunda skidga atib beramiz deb narxini 4,5 milyon so'mga tushirib berdik xalq uchun. 4,5 milyon shu. Agar stol asalam, mana bulardan stollar 800 ming so'm bo'ladi. Ha. 5 milyon 300 ming so'm bo'ladi. 5 milyon 300 ming so'm. Barada yerine qarab, barada yerine qarab, kelishib bundan ham qaytib beraman. Ha, yaqinroq bo'lsa qaytib berasiz. Narxlar. Juda hamma narsa shuningdek. Taqalgan bahasi yo'q. Misal uzoq yaqindan qarab kelishsa bo'ladi, yana ozgina. Keyin bandan keyin ko'rsatib qarang. Shu narsani ko'rsatib berali. Razmeri 420 ga 220, 4 dona tummasi 12 odamlik bo'ladi. Sifat ham zo'r, pulni ham zo'r bahada atib beraman. Narxini 3,5 milyon so'm atib beraman. 2,5 milyon so'm, Yaxshi. 3,5 milyon so'm atib beraman. 12 odamlik. Keyin bu variantga qaradingiz, dumzo'r. Arkalar ham o'zini materialda ishlangan. Sifatlar ham zo'r, qo'l bolishlarimiz boshqa narsa. Buncha bahosi akkuratniy narsa ekan bu. Bu tak 7 milyon so'm sotilib turadi og'a. Bu baholar umuman kerakmidi? Shu narsalar do'konda turganlar, xalqning uyida turgani yaxshi og'a. Zo'rcha girmatib beraman. Narxini 5 milyon so'm atib beraman. 5 milyon so'm. 5 milyon so'm. Bizning dizaynlarimiz boshqa narsa. 5 milyon so'mga yana xarid etaveradilar. Yana obunachilar toza yo'lda, toza mebellarda o'tiringlar, kelib olib turadi. Keyin kuxun uyg'oqlarni ko'rsatib ketamiz. Kuxun uyg'oqlar lekin bez dastavka qo'yib beramiz og'a. Bez dastavka qo'yib beramiz. Bularda dastavka yo'qmi-da? Yo'q, bu narsa. Pul arzon-da. Pulni arzon etib beraman, lekin bez dastavka etib beraman. Agar mabodo shudan uyg'oq olib turib, men do'konimizdan boshqa narsa olsa, dastavka etib beraveramiz, lekin kur o'zini dastavka etib beraveramiz. Razmeri 240 ga 160. Ham buni o'sha bir mutasi turing. Teni ko'rsatma. Te panel emas, laminatni o'zi bo'ladi. Luboy narsa qo'ysak ko'taradi. Shunda ballar ham bor. 240 ga 160 razmerda bo'ladi. Stoli 3 dona tummasi 3,5 milyon so'm sotib turadi. Endi 2 milyon 800 ming so'mga bez dastavka. 2 milyon 800 ekan stoli divoni bilan birga. Ha. Keyin bu modelni ko'rsatib berayim. 2 metr 160 2 dona tummasi bor. Stoli bor. Narxi 2,5 milyon so'm sotib turadi. 2 milyon 300 sotib turadi. Endi narxini 1 milyon 500 ming so'm atib beraman. 1,5 milyon so'm, 1,5 milyon so'm bez dastavka. Menimcha hech yerda bo'lmasa kerak 1,5 milyon so'm. Luboydan so'rab kelaversa, lekin bez dastavka. Yaxshi. Keyin bam 2 milyon 800 ming so'm. 3 dona tummasi bor, stoli, ishlar ham laminat, panel emas. 2 milyon 800 ming so'm bez dastavka. Modena 1 milyon 500 ming so'm rasvetkasi bor, svetlari bor, lekin sallar chirganlangan. G'ideti 10 donasi bor. Bundan bir shu 1,5 milyon. 1,5 milyon so'm bor. Keyin bu g'aloqa kelsak 320 220 2 dona tummasi bor, stol putoli bilan hammasi dastavkasi, ustanokasi ichida 3,5 milyon so'm. 3,5 milyon so'm. Stoli bilan lekin. Bunda dastavka bor. Stoli bilan olsa dastavka bor, Ava. Biz bu ham dastavkamiz bor. Stol, asl stol, dastavka bor bu narsa, lekin kuxunning g'aloqlarida dastavka yo'q.
Bu narsamsa dastlabki bu 3,5 million so'mga dastlabki etib beramiz. Endi bunachilar. Birinchi etajga tushamiz, xudo xolasa, naqdman ko'rsatib 1,5 million so'mdan. Alonniki beri. Qarasang. Ha, 4 ta o'g'aloq materiallar, bu- teddi material bo'ladi. Mexanizmli variant bo'ladi bu. Spinkalar suriladi. Keng-rang? Ha. Oho. Prosta dalliq tutdi bilan men spinka suriladi. Razmeri ham 3,5 ga 2,5 bo'ladi. Oyoqlar ham polni yog'och Bu bo'ladi. surinkani bu bir yaqdim ha. Buni ham suratamiz. Hamma suriladi. Qo'ysak. Ammo Polni 2 odam spalni yapyapsan bo'lardi. Keng mol bo'ladi bu. Yaxshi ina. Ichidan tummasi bor. Oyoqlar ham yog'och bo'ladi. Polni buniki yog'och bo'lganda ham ag'ayna. Polni qurg'avoy bo'ladi yog'och. Qo'ri bu mushna qo'ygan emas. Qurg'avoy yog'och bo'ladi. Narxi 10 million, 10,5 million so'm sotyapti. Endilikda bahosini 8,5 million so'mga tushirdik aga. 8,5 million Lekin so'm. 5 stol. Stolsiz. Stol 8,5 million so'm. Stol bilan qo'shilsa Stol 1,5 million so'm. Keyin 430 ga 230 3 dona katta tummasi bor, 12 odamlik bo'ladi. Arqalarini ko'radingizlar, bir dona stiper degan narsa yo'q. Akkuratni ishlangan narsa. bu nerniki bu? Toshkent bo'ladi bularga. Bu tikilishi zo'r ekan bu. Dumzo'r sifati o'zi ko'ringanda o'zi bilinadi-da. Bahosi hamag'a tak 9 million so'm, 8,5 million so'm sotganmiz. Eng oxirgi bahosini endilikda bahosini 7,5 million so'm etib beramiz. 7,5 Hozir o'zingiz yemaklarni sizga vaqt o'zingiz yemaklarni berdik shavata. Bundan 7 dan yana Shu biri. narsa bor, rasvetchalar ham bor, boshqasi. O'z avaz, stolsiz 7,5 million so'm. Yaxshi. Unda bu yangi yillarda hurmatli do'stlarimiz, yangi yillarda shunday zo'r baho. Keyin bu joy tanlanmas, uyg'oq bo'ladi. Xaloslar 4,5 metr, 2,5 metr etib qo'ysalar bo'ladi. Materiallar ham o'zidan boshqacha. Bu kengayadi o'xshaydi. Ha, bu narsalarni ham mana poni spinkalar suriladi. Bu hamma taraf suriladi mana. Zo'r ekan. Tak, Ranglar buni ham bahosi shikolatli. stoli bilan 12 million so'm sotib turardik. Shu kompleks buni endilikda 10 million so'm etib beraman hisobi. Stul bilanmi? Stoli bilan 2 million so'm skidga etib beraman. Ino hisob. Lubiyni so'rab kelaversizlar. Bunday bahoda bunday o'zi dizaynni topishni o'zi qiyin. O'zi ko'rinishi ham boshqacha ekan, Bu bu dizayn- ranglar ham bir. Bu ashara sidanalarni ag'a o'zi milliy narsa bular. O'tirib ko'rsangiz o'zi bilinadi bu narsa. Tovar ham Boshqa zo'r narsa. ekan, tovar ham. 10 million so'm etib beramiz akvarium stoli bilan. Keyin 330 ga 230. Hozirgi ko'rsatgan 7,5 million degani bu kichkina xilidan 330lik xil, 2 dan tummasi va buni bahosini 7,5 million so'm, 6,5 million so'm sotib turadi. Endilikda bahosini 5,5 million so'm etib beramiz. 5,5 million. 5,5 million so'm etib beramiz. Bu ham bor ina. Keyin materiallarimiz umuman boshqa narsa bu. Materialni Bu ko'rsatadi. boshqacha ekan, tovarni qara. Bu boshqacha narsa. Razmeri 430 ga 230, 3 dona katta tummasi bor. Tummalar shunday katta bo'ladi. Mushtar ham 90 gradus ishlangan. Bunda avvalni emas. Necha-neçalik bu? 430 ga 230. 430. Ha, sifatlari zo'r. Biz dizaynimiz boshqa narsa ishlangandan o'zi boshqacha narsa. Dim ko'rinishidan boshqacha ekan. Ava. Tovarni o'zidan chiroyli tovardan. Bu ham dafada ko'rsatdik, 7,5-8 million so'm sotib turadi. Endilikda bahosi 5 million so'm. 5 million so'm shu. 5 million so'm, ava. Stolsiz 5 million so'm. Ino. Hisob. Stol bilan saning Stollarni birga salab galashtirib beraveramiz, ava. Agar Azali qimmat lekin stol. stolni o'zini addini satsak 2 million so'mga sotamiz, uyg'oq olsalar qaytib beramiz. 430 ga 230 3 dona shunday katta tummasi bor. Materiallar ham o'zi zo'r. Sizdagi Mo'shi nimalar tovar. tovaridan boshqacha ekan, Ha, qarasang. Tovarlar umuman boshqa narsa, qimmat materialda ishlangan, super mo'shi tovar bu. Bahosi 7 million so'm, adag'i endi 1 million chegirma etib 6 million so'm etib beramiz. 6 million so'm shu durur. Shu turishi 3 dona tummasi, stollari dinli bo'ladi. Stollar dinli. 6 million so'mga dastlabki ishlab beramiz, xudo xolasa. Keyin bundan shuni rasvetkasi bor. 430 ga 230 bo'ladi. Bu 3 dona katta tummasi, bu 6 million so'm. Arqalari ham o'zining materialida ishlangan, sifatlari zo'r. 3 yil garantiyalari bor. 3 pastak go'rtdi, hamma narsaning 3 yil garantiyasi bor. Bu hammasi narsaning bunday prujinlari anda tiqib tiqqanmaydi, qarang. Zavod prujin. Qarab turing, biz navsan garantiya beramiz bu narsani. 3 pastak narsalarni, misol yuvasku bu narsani, mo'shi tovar-ku, yuvgan vaqtda ko'p materiallar rangi chiqib ketadi. O'zingiz futbolchilardan bilasiz-ku. Kir mashina asasa, ya undek ketadi, ya undek ketadi-ku. Bilan shunday yuvgan vaqtda rangi o'chib ketsa, keyin prujini cho'kib qolsa, siniq qolsa, shu 3 yoshga garantiya beramiz. Tozadan mashab beramiz. 3 yil bo'ladi. 3 yil garantiyasi bo'ladi, ino. Sabina. Yaxshi. Keyin bu qaloqimizga kelsak, razmeri 3,5 ga 2,5 bo'ladi. Mushtarlarni endiferamiz dum sifatli ishlangan narsa. O'tirib ko'rsalar o'zi bu narsani maqtash hojat emas, o'zi kelsalar o'zi ko'radilar. Bu yerda kofeni qo'yib, O'zi ibellar ham o'zi boshqacha ishlangan, qo'yib olishlar ham.
Buna bahası 8,5 milyon so'm dağı, endilikdə 7,5 milyon so'm atib beramiz. Gəlsələr üstündən 1-2 so'm qaytib ham beramiz. Yaxşı. Gəlsək, Xudo xalasa. Bularni ko'rsatdik. Sizda bu neler bor ekan? İçandan bax, içanda göstəramiz. Hali bormi? Ha. Narsa ko'p, Katta ekan bu. Dükan kichkina bo'lgani bilan narsalar ko'p. Hammasida assortiment bor, ranglari. Keyin bu qaloqmasa kelsak, ağa. Mana, bam shuni deyin. Bunda kallam masab qo'yaradilar. Ha. Qalamda, tunda panul yatsib qo'yadi. Tekan vazifasini bajaradi. Shuni deyin. Ham bunday bo'ladi ekanda, bang. Ham xolasa qo'l qo'yib o'tiradi. Qo'l qo'yib xolasa etib yotadi ekan. Yatib qo'yaradi, ağa. Razmeri ham 3,5 2,5 bo'ladi, 2 dona tummasi bo'ladi. Bahasini ham zo'r bahada atib ham 8,5 milyon so'm sotilaradi bu Brunaga. 8,5 milyon so'm sotilaradi, endilikdan bahasini 5 milyon so'm atib beramiz. Bu televizor teyinda Lekin sharti bor, 5 milyon so'm atib olishni sharti bor. Videoga like bosib, kommentariy yozib qo'ysalar, xudo xolasa 5 milyon so'mdan beramiz. Yana hurmatli obunachilar, обязательно bir yere kelishdan like bosinglar, bizning Xorazm onlayn ko'rdib deb aytayinglar, yadan chiqib ketmasin. 3,5 2,5 bo'ladi bu ham. Bu ham shuni dinlarsa, ağa, yana. Oho. Yana bu ishida mebel yaqaddama. Yumshoq qilgan oz yo'li bilan miyaqki mebel-ku. Komfort o'zingiz qilsangiz, shu yaxshi olib qolaveradi mebel. Oyoqlar ham ponni yog'och bo'ladi. Hamma supinkasi sulladi, ağa, shuni aytibman. Buni bahasi 10,5 milyon so'm edi, ağa. Har xil sveti bor. Endilikda bahasini 8,5 milyon so'm atib beramiz. 8,5 milyon so'm bo'ladi bu. 2 dona tummasi ham bor. Ne bu muşlardan supinkalar sulladi, ağa, yana. Materiallarni teddi materialda ishlangan. Bahası 8,5 milyon so'm. Yo'q, mana shu arzonroqini ber deyarlar uchun bunda boyna. Barzaraqmi? Yo'q, buni arqalari surilmaydi. Surilmaydi, lekin tovari shunday. Tovari shunday bo'ladi. 330 230 bo'ladi. 2 dona katta tummasi bo'ladi. Buni bahasini ağa 6,5 milyon so'm edi. Endilikda bahasini 5,5 milyon so'm atib beramiz. 5,5 milyon so'm minasi. Ha, 1 milyon qiymat 5,5 milyon so'm. Lubuyadan so'rab kelsa, materiallar teddi material, qimmat materialda ishlangan, prosto material emas. Zo'r ekan. Orqasidan yumshaqqan ekan, suyanib o'tirmas zo'r ekan orqasi. Tüm sifatlari zo'r, gelib ko'rib olaveradilar. Bu vaqtda ishni maqtamoq kerakmidi? U kelsalar o'zi biladilar narsani, ish narsalar ekan. Dastlabki Assalomu alaykum, siz Yo'lana, sog'liqingiz yaxshimi? Penal kerak, sifatlisi kerak deyarlar uchun razmeri 3,5 bo'ladi. 4,5 millarda qo'yilaveradi. Tortmalar ham o'zi ponni bukmat ishlangan. penallar nereden keladi sizga? Penal bizlar vodiy Toshkent keladi, ağa. Bular Toshkent bo'ladi, skraschalarni buttunlik ishlangan, sifatlari zo'r, krashinli variantda bo'ladi. 4,5 millar massashaveradi. Aynalar ham o'zi qalinligini o'zi bilsangiz bo'ladi. Salkam 1 sm kvalitatli. Sifatlari zo'r. Bahasi, mana bahasi 6,5 milyon so'm edi. Endilikda bahasini 5,5 milyon so'm atib beramiz, ağa. 5,5 milyon so'm. Ishlari butma, shuni ahamiyat bersalar, bu narsa shu zo'r chiqaribdilar, ha, shu butma bo'lsa o'zi narsa o'zi bilinadi yaxshi ma'noda. G'uluxoy emas, butma etib ishlangan, o'zi bu narsani o'zi ham vid beradi narsaga. Ibn alohida vash qo'ysam bo'ladi Ha, ekan. sifatlari zo'r narsa. Keyin bu butmaga kelsak, bu shular Toshkent bo'ladi, razmeri 3,5. Buni ishlanadigan butma etib ishlangan. Sifatlari zo'r. Ranglarni Krasiyasini qarayapsizmi? Brendda ranglarni modadan qolmaydigan rangini qo'yibdilar, hamma. Sifatlari dumzo'r. Bu necha bahasi? Buni bahasi ağa 9 milyon so'm edi. Endilikda bahasini 8 milyon so'm ochgan, 1 milyon so'mga atib beraman. 1 milyon so'm. Xalosalamda Maloshin sveti bor. Maloshin ham bahasi bir xil, 8 milyon so'm. Yaxshi. Razmeri aktak 3,5 metr, 4,5 millara qo'yilaveradi. Keyin bu ne desak, penalda assortimentimiz ko'p, ağa prost duchana sig'anicha ko'pmiz. Svetidan muammo yo'q. Bularda hisobga bo'ladi axir hammasi. Razmeri 380 bo'ladi. 4,5 5 metrlardan tushadi. Narxina 9 milyon 500 ming so'm. 9 milyon 500 ming so'm. 500 eng. Ha. Hamma tellardan g'azalar ham boyna. Ham etajga 1 2 3 tanasi bor. Tendaki bilan 4 bo'ladi. Narxi 9,5 milyon Ishlar ham so'm. keng ekanda buni. Shu narsani zo'rcha yurmatib beraman. 9,5 milyon so'm, 8 milyon so'm tushirib beraman. 8 milyon so'm ketdi. 8 milyon so'mdan gapakta versinlar. Kim olsa. Ina bom chiroyli ekan, zo'r. Ha. Bom 4 metrlik penal bo'ladi. Mana 5 metrdan qo'ysa bo'ladi, 4,5 5 metrga qo'ysa bo'ladi. Mana o'rta g'azdanlar ponni butma etib ishlangan, 2 eshikli bo'ladi bu yana.
geçishlar bo'ladi. Hali aynan bu yerda porchalari bo'ladi. Porchalar qo'yilmagan hali, qo'yib beramiz, toza geldi. Mana bahası 8,5 milyon so'm, endi bitta bahası 7,5 milyon so'm deb beramiz. Bo'ldi, 7,5 milyon so'm, lekin pulna zo'r ekan bu. 7,5 milyon so'm, 5 metr metr ko'rinish ham buyidiladi. 5 metr yerdan qo'ysa bo'ladi. Keyin ko'p odamlar troyka so'raydi. Unda troyka modelimiz razmeri 3,5 bo'ladi. 4,5 yerlardan qo'ysa bo'ladi. 3,5 mi? Razmeri 3,5 bo'ladi. Bezik qo'yganda 3,5 bo'ladi. 4,5 metr yerdan qo'ysa bo'ladi. Ham bu tellar addenni, dafasi addenni ochiladi. Te addenni, dafasi addenni, aynalar ham shu akkauntda qalin aynadan qo'yilgan. Lubon narsa qo'ysa ko'taradi. Bahosini chiqib bo'ladi buni. Buni bahasi ham 8,5 sotilib turadi. Endilikda buni bahosini ham 7 million so'm etib beraman. 7 million so'mga xaritat ketaversa, dastlabki ustanovkasi ichida bo'ladi. Yaxshi. Keyin bizada muddatli to'lov bir pasport evaziga cheklanmagan miqdorda narsa xaritatsalar bo'ladi. Bir pasport kelsa bo'ldi, yana pul bilan kelish shart emas, Yo'q, pul bo'lmasa. pul shart emas. Bir dona pasport aytganlarida cheklanmagan miqdorda narsa xaritatsalar bo'ladi. Lekin shu narsa lozim, naqd pul amal etadi. Bu narsalar men tip hozir ustini bankning o'zini ustamasi biladi. Kredit bo'ladi. Ha, kreditdan. Kredit bo'ladi va Qancha bo'ladimi? 15% dan bo'ladi. U da yana 1 million 50 ming so'm bo'ladi. 1 million 50 ming so'm. 1 million 50 ming so'm bo'ladi. Mesela 10 millionlik narsa xaritatsalar 3 oy davomida 1,5 million so'm bo'ladi. 10 millionlik narsasi 3 oyda 1,5 million so'm bo'ladi. Eldin 30% ni to'lasizlar kerak. Lekin puli bo'lmasa bemalol sizda pasporti puli bo'lsa ham, hala puli bo'lmasa ham 3 oylik bu, 6 oylik bu, 12 oylik bu, hammasi o'sha gaslar tushuntirib beradilar. Agar yarı pulni to'lasam, yarı pulni kredit chiqarib berasiz axir. Avval farqi yo'q. Hala pulsizlar, hala pulli gaslar umuman farqi yo'q. Pasport bo'lsa bo'ldi. Muammosi yo'q. Yana hurmatli do'stlarimiz, orqaga bo'lib kelavanglar. Endi pul yetadi, yetmaydi. Ish qilib, yangi yillarda toza mebellarda izzat yeb o'tiringlar. Yana Urganchda, Rasentr bozorida ekan. Yana obunachilarimiz. Xudo xohlasa kelavasizlar, aytilgan bahodan ham eldan kelincha bir odamga qarab kelishtirib beramiz. 2-3 narsa olsalar, undan ham kelishtirib beramiz. Ha, ko'proq olsa kelishib bolaveradi va dastlabki metil boraveradi, puldan ham qaytib boradi, har xil variantlari bo'lib boraveradi. Yaxshi. Ajoyib yana. Asosiy hammangizni shu asl mebellar markazida kutamiz. Hurmatli do'stlarimiz, videoga birdan like bosinglar. Bizani Xorazm onlayn kanalidan ko'rdik deb kelinglar. Yana shu yerdagi aksiya hammasi shu yerda aytilgan bahosini aytib turibdi, qaytib hammasidan qaytilgan. Asl avvalroq sotilganlari, keyin asosiy endi shu yangi yil munosabati bilan asosiy narxlar sizlarga e'lon qilindi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.